Sergeli Choshtepa 1-metro bekat yonida BM guruhda Novostroy uyimizdan bir xona 36 kvadrat 4-etaj. Korobka holatda kvartiramiz chiqdi. Arzon avtokanalda 38500 dollarga obzor qilib beramiz. Ustida o'tib beradigan joylari bor. Mana podyezdda ikkita lifti bor, passajir lifti va gruzovoy lifti. Chiqqanimizda 3 ta kvartira bor, o'rtadagi kvartira hisoblanadi. Kirganimizda chapda shkaflar uchun joylar tashib ketilgan yoki o'ngdan qilsalaringiz ham bo'ladi. Kirganimizda to'g'rida sanuzeli, sovuq suv, gaz, elektr kelib turibdi, kadastrlar chiqqan. Studiya shaklidagi kvartiramiz 3 xil planirovka chiqarsa bo'ladi. Birinchisi bu yerda zal, maydaroq zal bo'ladi. O'rtaga oshxona, bu tarafga ota-onalar yotoqxonasi qilsa bo'ladi. Metro mana chiqqan joyda mana oynadan chiqqanimizda metro bekati ham juda yaqin. Chilonzor liniyasining 1-metro bekati, ya'ni Choshtepa metro bekati. Parkovkalarga joy bemalol. Hujjatlar hammasi joyida, kadastrlari chiqqan, gazda, elektr, sovuq suv hammasi kelib turibdi. Kaltni notariusda o'zida olib, prama ustida tashlayverasizlar. Taxminan plus minus 4000 dollar atrofida ko'chib kirishga yetarli darajada remont qilib berishadi ustalarimiz. Ustalar nominini ham qoldiramiz. Faqat naqdga sotiladi, ipoteka kreditlarga berilmaydi. Biz faqat naqdga ishlaymiz. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.